Ura! Bugun tug'ilgan kunim, ura! Bugun seni tug'ilgan kuningga mendan sovg'a hech qanaqa ish buyurmayman. Yes! Nima ish qilishni o'zing tanlaysan. Mollarni tegin tozalaysan, ko'chani shipirasan, o'tin terasan. Hep bo'ldi, jonga tegdi. Meni ajrat turganinglar ajratgan o'rtanchi farzand. Faqat menga ish buyurasizlar. To'yib ketdi hammasida. Bolam to'xta. Bu arqon qimmatrog'ida. Mana buni ola qol. Mana katta o'g'lim, kichkina o'g'lim qishda sovqatmalaring deb yangi eshik qo'yib berdim sallaga. Zo'r ekan. Dada, meni ham xonamga eshik qo'yib bering. Eshikni nima qilasan? Senga salafan qoqib beraman. Prosta ichkarida qo'y ham sovqatib qo'yapti-da. Bo'lmasa eshik qo'yamiz. Rahmat, sizlarga tabriklashinglarni bilardim. Sizlar meni haqiqiy oilamsizlar. Sendan tuxum oldim, sendan sut oldim. Rahmat tabriklaganinglarga. Happy birthday to you. Tabriklamaydi deb o'yladim. Mana senga bilet. Bilet? Voy dada, qaysi? Chet elda dam olaman. Qanaqa dam olish? Bizni boqqani Rossiyaga ishlagan ketasan, chinni. Akangni to'yini qilish kerak mana, qaragin. Uning uchun sen pul ishlab, bizga Rossiyadan turib jo'natib turishing kerak. Uning uchun senga Milliy Pay ilovasi kerak bo'ladi. Hozir skachat qo'y. Oy, pullarni jo'natishing oson bo'ladi bu ilova orqali. Bizga Uzcard, Humo, Visa, farqi yo'q. Любой kartaga tashlaysan. Undan tashqari Rossiyada turib, bizning uydagi kommunalkalarni ham to'lash imkoniyating bor. To'lab turgin, tushundingmi? Skachat qoldim, Rossiyaga boraman, ishlayman. Faqat oyog'imdan zax o'tib ketdi, oyoq kiyimim yo'q dada. Qo'lingizga paket kerak bo'lsa berib turing. Aysh oyoqlar. Baraka. Mana o'g'lim. Ikkinchisini ham kiyib olish shamollab qolasan. Rapping like the narco. Got dope like Pablo. Seni mana shunaqa qilib uyingdan chiqara olmasang, uylanganingdan beri mana shunaqa ko'milib yotirasan uyingda. Axir biz hammamiz toqqa ketyapmiz do'stim. Hamma seni kutib turibdi. Oxir ushalding-a? Senga yoqadigan gazak semichkalarni ham olganmiz. Ketdik do'stim, maza qilib davolamiz. Ovqatingni yeysanmi? Bu nonsiz ovqat yo'maydi-ku. Bu hamma non bilan yeydi. Xamirni ham non bilan yeysanmi? Menda shunaqa bolalar, bilasanlar. Xamirli ovqatni любой narsa non bilan yeyman. Nonsiz yo'mayman. Non olib keling, non bersin, non aytib. Qani. Aka oling sovuqda. Non kelsin, non bilan. Voy, o'zi xamir-u, shuni ham non bilan yeysiz. Hay shu, men non bilan yeyman. Yo'maysan. Hop, non kelguncha banan yeb turing, xatami? Non kelsin, non bilan yeyman. Voy, bananni ham non bilan. Menchi nonni ham non bilan yeyman. Mana non, endi birga qo'shib ye. Qani, nima bahona toparkinsan? Osh bilan boshqa narsa ketadi-da. Nima? Mana olib keldi. Ele Viva, yangi sok bu, yangi dahshat. Buni har xil ta'mlari bor. Hozir men mana anorligini olib keldim. Osh bilan anorligi dahshat ketadi. Sokni dodasi mana. Sok yangi brend. Etiketga bakrashkalarni qarang. Neobычный ishlab qo'ygan. Stoldaga ham zo'r ketadi-da. Qarang, bismillah. Endi ne yemayapsan? Ovqatlaring sovuqyapti yo'q? Salatsiz ketmaydi.